Hissiyotlar shubhasiz futbolning ajralmas qismi. Ba'zan aynan o'sha hissiyotlar o'yinni afsonaga aylantiradi. Ba'zan esa shunday sharmandalikka olib keladiki, uni tezroq unutging keladi. Asablar dosh bermaganida futbolchilar va murabbiylar professionallikni unutishadi va maydonda haqiqiy iflosliklar boshlanadi. Yashirin zarbalar, tupurishlar, ataylab provokatsiya qilish va hech qanday bahonasi yo'q qo'rqinchli harakatlar. Barchaga assalomu alaykum. Adashmadingiz, yana o'sha tezkor xabar kanalidasiz. Albatta, futbolda sizlar natijani soyada qoldirgan, butun o'yinni sindirgan va futbolni o'zini bulg'aydigan holatlarni guvohi bo'lgansiz. Va bular hattoki Yevropaning eng kuchli top klublari ishtirokidagi o'yinlarda ham sodir bo'ladi. Afsonaviy futbolchilar ham bunday jirkanch voqealarni guvohi bo'lishgan. Hattoki o'zlari ham ishtirok etishgan. Bugungi dasturimizda aynan shunday mavzuni ko'rib chiqamiz. Bu birinchi qism bo'lib, o'ylaymanki, umid qilaman oxirgi qism bo'lmaydi. Bu uchun ushbu video ostiga bir dona like bosib qo'ying. Agar 1000 tadan ko'proq like yig'sa, aynan shu mavzuni ikkinchi qismi ham joylanadi. Bo'lmasa, uzoqcha uzmay boshladik. Merseyside derbisi, Everton-Liverpool. Everton va Liverpool o'rtasidagi Merseyside derbisi 1962-yildan beri har yili o'tkazib kelinadi va bu o'yin Angliyadagi eng uzoq davom etayotgan derbi hisoblanadi. Bu qarama-qarshilikda ehtiroslar har doim yuqori darajada bo'ladi va ko'pincha ruxsat etilgan chegaradan chiqib ketiladi. 2025-yilning fevral oyida ham aynan shunday bo'ldi. Irislar afsonaviy Goodison Park stadionida ko'chib o'tishdan oldingi so'nggi uy derbisini o'tkazayotgan edi. Mezbonlar raqibiga 1-2 hisobda yutqazayotgan edi. Ammo o'yinning eng oxirgi daqiqasida James Tarkowski hisobni tenglashtirdi. Gol VAR orqali tasdiqlandi va yakuniy hushtak chalindi. Irislar yarim himoyachisi Abdulla Dukure esa Liverpool muxlislari sektor oldiga golni nishonlash uchun yugurdi. Buni ko'rgan Curtis Jones darhol uni agressiv tarzda itarib yubordi. Dukureni himoya qilish uchun uning jamoadoshlari tez kelishdi. Vaziyat keskinlashdi, ikki jamoa tortishuvi boshlandi. Zo'rg'a mushtlashuvdan qutulib qolishdi. Ajratilgach ham Dukure tinchimadi va Van Dijkka qo'l ishoralari bilan haqorat qildi. Bu uchun hakam unga qizil kartochka ko'rsatdi. Shuningdek, Arne Slot va uning yordamchisi ham o'yindan chetlatildi. Nega Everton futbolchisi o'yin tugaganidan keyin bunday mojaroni boshladi? Noma'lum. Ammo bu harakatda na hurmat bor edi, na sog'lom fikr. Manchester derbisi har doim shou. Tan olish kerak, APLdagi eng prinsipial qarama-qarshiliklardan biri Manchester derbisi. Bu o'yin deyarli har safar tomoshabinlarga olovli futbolni taqdim etadi. Qizil iblislarning inqirozi sababmi yoki Manchester City'ning ideal formasimi? Farqi yo'q. Bu derbida nafaqat taktika, balki hissiyotlar ham hal qiluvchi rol o'ynaydi. 2024-yilning dekabr oyida City yaxshi formada emasdi va o'z uyida MU'ni qabul qilayotgandi. Bir vaziyatda Kyle Walker juda qo'pol tarzda Hoylandni itarib yubordi. Buni rasmiy jihatdan korpus bilan o'yin deyish mumkin, ammo Walker buni jahl bilan qildi. Daniyalik hujumchi ham darhol portladi. O'rnidan sakrab turib Walkerga baqira boshladi. Ular o'rtasidagi keskin qarashlar va tortishuv haqiqiy sirkka aylandi. Oradan ko'p o'tmay Walker simulyatsiya qiladi va maydonga yiqiladi. Holbuki televideniyada VAR yo'qdek. Odatdagidek qasos uzoq kuttirmadi. Manchester United haqiqiy telbacha comeback amalga oshirdi. 88-daqiqada Bruno Fernandes penaltini aniq amalga oshirdi, hisobni tenglashtirdi. 90-daqiqada esa Amad Diallo g'alaba golini kiritdi. 2-1 hisobidagi MU'ning aqldan ozdiradigan comeback'i shaharliklarning turnirdagi ahvolini yanada og'irlashtirgandi. Angliyada qolamiz va London tomon yo'l olamiz. Tottenhamning eng yomon ko'radigan raqibi bu Arsenal. Ammo so'nggi yillarda Shporlar va West Ham o'rtasida qarama-qarshilik o'ta prinsipial tus olgan. 2006-yilda Tottenham bolg'achilarga o'zi uchun hal qiluvchi bo'lgan o'yinda yutqazib qo'ydi. Bu uchrashuv klub tarixida ilk bor Chempionlar Ligasiga chiqish imkoniyatini hal qilishi kerak edi. Eng qizig'i, o'yin oldidan butun jamoa ovqatdan zaharlanib qolgan edi. Shporlar rahbariyati jiddiy ohangda jamoani lazanya bilan zaharlangan deb bayonot berdi. 2012-yilda esa klublar o'rtasidagi mojaro butunlay yangi darajaga chiqdi. Ikkala klub ham Olimpiya bog'idagi yangi stadion uchun da'vogarlik qildi. Bahsni West Ham yutdi, ammo jarayon davomida shunchalik ko'p iflos gaplar aytildiki, bu raqobatni yanada keskinlashtirdi. Bu esa keyinchalik futbol maydonida ham o'z aksini topdi.
APL 2024-25 mavsum 8-tur West Ham Tottenhamga qarshi o'yinda umidsiz holatda 1-tur hisobida yutqazayotgan edi. 82-daqiqada umidsizlik Muhammad Quddusni boshini butunlay aylantirdi. U maydon markazida Van de Venni yiqitdi va to'pni uning yuziga qarab 2 bora tepadi. G'azablangan Van de Venni darhol o'rnidan turadi. Qoida buzgan futbolchiga e'tiroz bildira boshlaydi. Javoban esa Quddus ikki qo'li bilan uni yuzidan itarib yuboradi. Turib ketgan Quddus Tottenham futbolchilariga qarshi urusha boshlaydi. Faqatgina hakam ko'rsatgan qizil kartochka West Hamni bitta futbolchisi tomonidan Tottenham o'yinchilariga qarshi uyushtirilgan bu yakka tartibdagi do'pposlashni to'xtata oladi. Aytgancha o'sha qilig'i uchun Muhammad Quddus 5 ta o'yinga diskvalifikatsiya oladi. Qizig'i oradan yarim yil o'tib u Tottenham futbolchisiga aylanadi va Van de Venni bilan bir jamoada o'ynay boshlaydi. Internetda klub oshxonasidan olingan video ham tarqaldi. Unda Mickey Van de Venni yangi jamoadoshini ilk ko'rayotgani aks ettirilgan. Noqulay ammo ramziy holat. Umuman olganda o'sha APL kuz fasli futbolchilarda agressiya bilan esda qoldi. Bunga Erling Haalandning Arsenalga qarshi harakatlari ham yaqqol misol. O'sha bahsda Manchester City 1-2 hisobida yutqazayotgandi. Biroq 98-daqiqada John Stonesning burchakdan keyingi goli hisobni tenglashtirdi. Gol nishonlayotganida Haaland to'pni olib Gabrielni ensasiga uloqtirdi. Hakam buni ko'rmadi va jazolamaslik norvegiyalikni yanada qo'yib yubordi. U so'ng Michael Lewisni haqorat qildi. Final qushdagidan keyin Thomas Partni yiqitdi. Maydonni tark etar chog'ida Mikel Artetaga oddiyroq bo'lishni maslahat berdi. Eng yuqori nuqta esa Gabriel Jesusni masxaraboz deb atagani bo'ldi. O'sha tunda Haaland xuddi vikinglar afsonasini ta'riflab bergandek bo'ldi. Bunday hurmatsizlikka boshqa yo'l bilan izoh berish qiyin. Bu hikoyaning chiroyli davomi ham bor. Keyinchalik Arsenal bunday chiqishlarni kechirmasligini yaqqol ko'rsatdi. Ikkinchi davra o'yinida kanonerlar Manchester Cityni 5-1 hisobida tor-mor qildi. Haaland esa butun o'yin davomida trolling nishoniga aylandi. Arsenal hisobni ochganida Gabriel golni bevosita Haalandning yuziga qarab nishonladi. Luis esa o'z golidan so'ng Erlingning mashhur Lotus holatida bayram qildi. Final hushtakdan keyin stadionda kamtar bo'lib o'tir degan qo'shiqni kuylashdi. Bir tomondan o'ylab qarasak, bularning barchasi futbolga yanada ko'proq dramatizm va qiziqish qo'shishi kerak. So'nggi yillarda City, Liverpool va boshqa grandlar ko'proq o'zaro hurmat asosida o'ynashga harakat qilmoqda. Ammo Arsenal City qarama-qarshiligi haqiqiy shouga aylanadi. Odatda Haalandning mojarolari ochiq bo'lsa-da, 2016-yildagi Arsenal va Leicester o'yinidagi holatlar ravshan emas. Arsenal 1-0 hisobida oldinda edi. Leicester esa so'nggi daqiqalarda umidsiz tarzda hisobni tenglashtirishga urinardi. Turklar kanonerlar jarima maydoni yaqinida out ishladi. Uni tezroq kiritmoqchi bo'lgandi. Cristianoga nisbatan Alexis Sanchez qoidalarni zid ravishda 2 metr cheklamay buzdi. Ya'ni faol xalaqit berdi. Hakam esa buni e'tibordan chetda qoldirdi. Bir necha urinishlardan so'ng Fox'ni sabri tugadi va u to'pni jarima maydoniga emas, bevosita Sanchez tomonga qarab uloqtirdi. To'p yelkasiga tekkanidan keyin chililik futbolchi avvaliga hech narsa bo'lmagandek turdi. Ammo 3 soniyadan so'ng go'yo qattiq zarba olgandek yiqilib yuzini ushladi. Rivaldoning mashhur simulyatsiyasini qaytardi. Ikkala futbolchi ham mojaro markaziga kirishib ketdi. Ammo hakam vaziyatni zo'rg'a bo'lsa-da nazoratga oldi. Hakamning beparvoligi, Fox'ni o'zini tuta olmasligi va Alexis Sanchezning aktyorligi, qo'polligi hamda simulyatsiyasi aralashgan iflos epizod edi. Ammo ba'zi asabiy portlash juda ham xavfli bo'ladi. Fox'ning holati zararsizdek ko'rinsa-da, 2023-yil may oyida MU futbolchisi Anthony Brightonga qarshi o'yindagi harakati jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin edi. 0-0 hisobida Anthony driblingda to'xtatilgach qoidabuzarlik bo'ldi deb hakamga e'tiroz bildirdi va asabiga chiday olmay raqibini orqadan butun kuchi bilan tepdi. Mezbonlar darhol aralashdi. Anthony esa jamoadoshi Fred ushlab qolmaganida vaziyatni yanada keskinlashtirishi mumkin edi. Hakam vaziyatni sovutish uchun Anthony va Danke sariq kartochka ko'rsatdi. O'yinning so'nggi daqiqalarida esa Brighton 1-0 hisobda g'alabani qo'lga kiritdi. Shu bilan jangovorlik va psixoz ikki mutlaqo boshqa narsa ekanligini isbotladi. Albatta, Anthony MU safida asabiga erk bergan birinchi futbolchi emas. Hattoki afsonaviy Cristiano Ronaldo ham 2021-yil oktyabr oyida chiday olmagandi. Old Traffordda Liverpoolga qarshi o'yinda MU tanaffusga 0-3 hisobida ortda qolayotgan paytda chiqadi. Shu holatda Ronaldo raqib jarima maydoni yaqinida to'pni tortib ola olmay asabiylashadi. Avval foul qildi, keyin esa yerda yotib olgan Jonesdan to'pni tepib chiqarib oladi. Zarbani asosan to'p qabul qildi, biroq epizodning o'zi qo'rqinchli ko'rindi.
Hakam esa Ronaldoga sariq kartochka ko'rsatdi. Liverpool jamoasi esa bor g'azabini o'yinga qaratdi va deyarli darhol 4-golni urdi. Uchrashuvni o'shanda uyatli 5-0 hisobida tugatishgandi. Ronaldo terma jamoasida ham shunga o'xshash jabrni ko'rdi. Yaqinda Cristiano Ronaldo o'zining asabiyligi bilan o'zi uchun muhim o'yinlardan birini qo'ldan boy berdi. Jahon chempionati saralashi doirasida Irlandiyaga qarshi safardagi o'yinda Portugallar birinchi bo'limdayoq 0-2 hisobida ortda qolishayotgandi. Irlandiya himoyachilari butun o'yin davomida Ronaldoga juda ham zich o'ynashdi va unga nisbatan juda ko'p provokatsion harakatlarni amalga oshirdi. Navbatdagi epizodda to'pga yetib bora olmagan Cristiano yonida turgan irlandiyalik himoyachiga nisbatan ishlatdi. Tirsagi bilan uning beliga zarba berdi. Himoyachi shu zahotiyoq maysaga qulab tushdi. Dastlab hakam faqat sariq kartochka ko'rsatdi, ammo bu safar VAR ham aralashdi. Epizod ko'rib chiqilganidan keyin Ronaldo qizil kartochka bilan maydonni tark etdi. Ketayotganda ham u irlandiyalik himoyachiga nisbatan ko'z yoshlaringni art degan qo'li bilan ishora bilan ketdi. Bu Ronaldoni Portugaliya terma jamoasidagi faoliyati davomida olgan birinchi qizil kartochkasi bo'ldi. Yetakchisiz qolgan portugallar o'yinni qutqara olishmadi. Cristiano esa bu uchrashuvni yomon tushdagi unutishni istardi. Do'stlar, bu voqea haqida siz qanday fikrdasiz? Cristiano Ronaldo sariq kartochkaga loyiqmidi yoki qizilgami? Fikringizni izohga yozing. Ko'rib turganingizdek, terma jamoalar o'yinida ham ehtiroslar juda yuqori darajada bo'ladi. Ba'zan klub futbolidan ham issiqroq kechadi bu o'yinlar. Masalan, so'nggi jahon chempionati chorak finaldagi Argentina va Niderlandiya o'rtasidagi o'yin bunga yaqqol misol. Asosiy vaqtning oxirgi daqiqalari ketayotgan edi. Argentina 2-1 hisobida o'yinda oldinda, Niderlandiya esa qattiq bosim qilardi. Barcha futbolchilarning asablari taranglashgan pallada Leandro Paredes o'zini tuta olmadi. Yarim himoyachi avvaliga juda omadsiz patkatga uchib bordi. Shundan keyin hayajon ta'sirida darhol ikkinchisini ham tashladi. Ammo bu safar u to'pga emas, balki Natanakeni oyog'iga zarba berdi. Bu bilan futbolchi umuman to'xtamaydi. O'rnidan turganidan keyin futbolchi to'pni Niderlandiya terma jamoasi turgan joyga qarata, o'ta kuch bilan tepadi. Jamoasi yutayotganda maqsadi o'yinni cho'zish, raqiblarni jig'iga tegish va provokatsiya qilish edi. Portlash ko'p kuttirmadi. Maydondan hamma zaxira futbolchilari yugurib keldi, g'azablandi va Paredes tomonga jang boshlashdi. Ushbu patkatlarni amalga oshirgan, provokatsiyani qilgan futbolchi maydonga yotib oldi. Natijada ikki jamoa jami 4 ta sariq kartochkaga ega bo'ldi. Qizig'i, ushbu provokatsiyani boshlagan futbolchiga qizil kartochka berilmadi. Argentinaliklar penaltilar seriyasida g'alaba qozonganidan keyin ham tinchlanmadi. Buni hattoki Messining o'yindan keyin bergan virusli intervyusidagi gaplari ham tasdiqlaydi. Aslida bu o'yin davomida bo'lgan iflosliklar haqida alohida video tayyorlasa arziydi. Agar har 4 yilda bir marta bo'ladigan jahon chempionati ham shunday janjallar bilan yodda qoladigan bo'lsa, har yili o'tkaziladigan Chempionlar Ligasida bunday holatlar qalashib yotibdi. Misol qidirib uzoqqa borish shart emas. O'tgan mavsum Chempionlar Ligasini 1-8 finalida Atalanta sensatsion tarzda 1-ga yutqazib qo'yayotgan edi. Bu sharmandali vaziyat bergamonliklarni qattiq bosim ostida qoldirdi va Rafael Toloyni asablari dosh bermadi. O'yin yakuniga yaqinlashib qolgan pallada Toloy outni tezda o'yinga kiritmoqchi bo'ldi. Ammo uning yo'lini darhol Maxim de Copertosda u braziliyalik to'pini tez o'yinga kiritishiga imkon bermadi va keyin o'girilib o'z maydoniga qarab yugurib ketdi. Mana shu kichik hiyla Toloyni shu qadar g'azablantirdiki, u to'pni de Coperga qarata uloqtirmoqchi bo'ldi. Ammo to'p qo'lidan chiqib ketdi. Vaziyat xavfli emas, balki kulguliroq ko'rindi. Bunga chiday olmagan futbolchi Kuper ortidan yugurdi. Yo'lda yana bir bor to'pni ko'tarib olishga behuda urinib ko'rdi va hattoki bosh hakamni itarib yubordi ham. So'ng esa belgiyalik futbolchini orqasiga borib urildi. Ikkala futbolchi ham yiqildi. Agar De Kuper mutlaqo janjal istamayotgani ayon bo'lsa, Toloy jamoadoshlarini zo'rg'a tinchlantirishdi. Do'stlar, agar siz videoni shu joyigacha tomosha qilgan bo'lsangiz, demak u sizga yoqqan bo'lsa kerak. Shuning uchun sizdan bitta iltimosim bor. Ushbu videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Bu kanalning rivoji uchun juda ham muhim. Bu bilan siz eng birinchilardan bo'lib, transferlar borasida, futbol borasidagi eng qiziq rasmiy xabarlarni bilib olasiz. Shu bilan birgalikda tahlillarni ham birinchilardan tomosha qilasiz. Kelgusi dasturda
Yaxshi kayfiyat ila ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.